Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nurunsaxonga tushdimmi? Ha. Bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman sizni. Rahmat. Sizni Jamiki Baxtli ayol kanali nomidan tabriklayman. Baxtli ayol kanali admini G'aliya va Zulfiya bo'laman. Ha. Bezovta qildik endi sizni. Ha, yo'q, nimaga? Alo. Alo. Topingchi, kimning nomidan telefon qilyapman sizga? Mening mehribongina singlim bor. Shadirda. Albatta, Nargizaxon nomidan sizni bezovta qilyapmiz. Opajonimning tug'ilgan kuni edi. Tabriklab bering, iltimos. Juda ham xursand bo'lib qolsin. 36 yoshga kirdi, 3 ta farzandi bor. Juda ham yaxshi ko'ramiz u insonni deb yozgan. Ha. Sizlar qayerdan bo'lasizlar, opajon? Yomon qayerdan? Yakkasada deyiladi hozirgi kunda. Yakkasadan. Singlisi Nargizaxon, Solihaxon, Zarina, akasi Baxtiyor, Berdiyor, Bahodir, yangasi Ranoxon nomidan tabriklaymiz. Singiljonim, agar bizni eshitayotgan bo'lsang, seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Ota-onam baxtiga, oilang baxtiga sog'-salomat bo'lgin deb yozgan. Rahmat. Xudoga shukrlarim bor. Xursand bo'ldingizmi? Opangiz sizni xursand qilmoqchi. Ha, kutmagan edim. Rahmat bariga. Yig'layapsizmi? Yo'q. Ovozingiz shunaqa tuyulyapti. Xursandchilikdanmi? Siz bunga loyiqsiz, chunki Allohim yaxshi ko'rgan bandalardan ekansiz. Sizni xursand qilishga shunaqasiga harakat qilyapti yaqinlaringiz. Ular uchun ham doim kulib yurishingiz kerak bo'ladi endi. Rahmat. Opajoningiz nomidan sizga she'r aytmoqchi edim. Ha. Eshitasizmi? Singiljonim, seni yaxshi ko'raman. Sen meni tushunib, tinglaverasan. Ba'zida siqilsam, zarda qilaman, shunda ham jilmayib kulaverasan. Singiljonim, seni yaxshi ko'raman, chunki sen oq ko'ngil, taqvoli inson. O'zingni asragin, hurmat qilaman, orzularing tomon chorlasin imkon. Singiljonim, seni yaxshi ko'raman deya ushbu she'rni aynan siz uchun iltimos qilgan. Rahmat. Sizga ham rahmat. Allohingizga sog' bo'ling. Siz ham farzandlaringizni huzurini ko'ring, ular uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Allohim qalbingizga qanaqa orzu-havas solgan bo'lsa, ilohim ijobatini ham bersin. Makka tillolarga borib keling. Nima havaslaringiz bor? Kattakon rahmat. Vaqtingizni olganim uchun uzr. Tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Va siz uchun mana shu golosovoyni yozib oldim. Siz uchun video tayyorlab yuboraman. Oz daqiqalarda sizga surpriz bo'ladi. Rahmat. Xudoga shukr borlaringizga. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mayli Nurunsaxon. Xo'p, rahmat. Mayli, tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat, to'g'ri. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda. Har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot, mening uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman, vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom o'laman. Menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil farishta misol, ushalguvchi tilaksiz opa. Bir donasiz, sizga yo'q timsol. Menga juda keraksiz opa. Siz deb kechkim butun dunyodan. Siz baxtimdan daraksiz opa. Sizni yaxshi ko'raman chindan. Menga juda keraksiz opa. Milliardlar ichla yolg'izim. Siz hammadan bo'laksiz opa. Qadrdonim, mehri azizim. Menga juda keraksiz opa. Hurmatli baxtli ayollar, yana bir bor assalomu alaykum hammalaringizga. 10-mart 2025-yil Ramazonning 10-kuni Shermatova Nargizaxon opajonimiz mana shunaqasiga tabriknoma tashkillashtirib, opasini xursand qilmoqda.
oqibatlaringizga, mehr muhabbatlaringizga ko'zlar tegmasin. Allohim nazaridan qolmangizlar hech qachon. Qayerda bo'lsalaringiz ham aziz boshlaringiz omon, yo'llaringiz ravon bo'lsin, ko'zlaringiz baxtdan, sevinchdan porlab tursin, yuraklaringiz shukronalikdan urib tursin, oyoqlaringiz doimo savobli ishlarga yurib tursin deya sizlarni yaxshi ko'ruvchi va hurmat qiluvchi G'aniya va Zulfiya yana bir bor tabriklayman.